O'tkir Hoshimov 1941-yilning 5-avgustida Toshkent viloyatining Zangiota tumani Do'mbirobod mavzeida tavallud topdi. Bolaligi urush qiyinchiliklari, muhtojliklari davrida kechgan. Yozuvchi ijodiga xos liro-romantik tarona uning Dunyoning ishlari qissasida eng baland pardalarda jarangladi. Bu asar ona haqidagi, ona qalbining cheksiz saxovati to'g'risidagi o'ziga xos qasidadir. Asardagi ona farzandi, uning oromi, baxti uchun jonini, jahonini berishga tayyor. U ming-minglab o'zbek onalarining timsoliga aylandi. Har bir o'zbek kitobxoni unda o'z onasining qandaydir fazilatini topgandek bo'ladi. Qissadagi alla, oq marmar, qora marmar kabi novellalarda onaning farzandi qalbida qoldirgan armonlari haqida o'tkir yozilgan. Kishi bularni o'qir ekan, tasavvurdan ko'ngli allanechuk bo'lib ketadi. O'tkir Hoshimovga samarali ijodiy mehnati uchun 1991-yil O'zbekiston xalq yozuvchisi faxriy unvoni berilgan. U buyuk xizmatlar uchun ordeni bilan ham taqdirlangan. O'zbek adabiyoti va san'ati og'ir judolikka uchradi. Atoqli adib O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov 2013-yil 24-may kuni 72 yoshida vafot etdi. Qanotlari tilla subhanalloh sizga umr bersin bizga. Men osmondan yulduzimni tanladim. Qarang oyi, 7 tog'ang orasidagi eng yorug' yulduz meniki. Mayli bo'ladi. O'sha yulduz seni